non yapma. Omi. Omi non yaptı bu non. Kusura bakma, ofisant bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Shifokor. Barmen bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Reis bo'lardim. Barmen bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Barmen bo'lardim. Chunki men o'zim sohamni yaxshi ko'raman. А что, так можно было, что ли? Hostes bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Yurist bo'laman. Maka siz qattiq ketib qolasiz, maka, cho'tam. Ofisant bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Ofisant bo'lmaganimda haydashlik bo'lardim. Kassir bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Harbiy bo'lardim. Men albatta serjant bo'laman. Arxitektor. Men art bilan shug'ullanaman. Baliq pishirmaganingizda kim bo'lardingiz? Kassier bo'lardim. Qassiysan. Ha. Bir getir 200. Ofisant bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Organ ishlardim. Salatchi bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Unda styardessa bo'lardim. Ofisant bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Bo'ladim. Buni kafening egasiman. Ofisant bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Yurist bo'lardim. Ofisant bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Tergovchi.